Assalamu alaykum, tordaki barlıq kitap anlıqçı dostlar. Biz Peyğəmbərimizdən hayatı yazılğan Şerin Bullaq degan kitabni o'qishni başladık. Tema Peyğəmbər sallallohu alayhi və sallamның dunyoga kelishi və Peyğəmbər bo'lishdan ilgirki 40 yil. Peyğəmbər sallallohu alayhi və sallamның dunyoga kelishi. Janobi Sarvari olam, jahon xalqining kattisi Sayyidimiz Muhammadun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Iran shohi Nushirvan hokimiyatining 40-yili Makkada yuz bergan pil voqeasining 1-yili Rabbiyul Avval 3-oyning 9-kuni saharda Makkadagi Bani Hashim ko'chasida yo'ruq dunyoga ko'z ochdi. Bu ay və günlər ataqlıq dini ölümü Muhammed Süleyman Mansur Furi və ataqlıq astronom tədqiqatçı Mahmud Paşalarının inçikləb hesablaşıca miladiyə 571 yılı 4 ayının 20 günü yoki 22 günüge toğra keladigan. İbn Sa'dning rivoyatida Peyğəmbər sallallohu alayhi və sallamның anisi mundaq degan: "Men Muhammed sallallohu alayhi ve sellemni tuqqanda qursug'imdan bir nur chiqqandek tuyuldi. U nur bilan Sham qasrlari yo'rib ketdi." İmam Ahmad rahimahulloh shuningga yaqin yana bir hadisni naql qilgan. Naql qilinishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem tug'ilgan kuni uning payg'ambarlik oldin bishoratlari orqa-orqadan ko'rilgan. İran xan ordusining peshayvonidan 14 ko'z dariza tushib ketgan. Majusi, ateşperestler e'tiqod qilayotgan atalmış muqaddas o't shu kechasi to'satdan uchib qolgan. Sava ko'lning atrofidagi cherkovlar o'rilib ketgan va ko'lning suyi jimib ketgan. Buni Imom Bayhaqi rahimahulloh rivoyat qilgan. Her halda Peygamber sallallahu alayhi ve sellem aman esen tug'ilibdi. Buvisi Abdulmuttallibga xabar qilindi. Abdulmuttallib xushal bo'lgan holda kelib, u Peygamber sallallahu alayhi ve sellemni Kabe'ning ichiga ilib kirdi va Kabe ichida Allohga duo qildi va shukri sano aytib, Muhammad degan ismni tanlab qo'ydi. Bu ism arablarda yo'q deyarlik edi va arablarning odati bo'yicha 7-kuni xatna qildiribdi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem öz anisidan qalsa tunji bo'lib emitgan inik anisi Abu Lahabning bu azod qilayotgan degan ma'no. Azodgardidiki Suvayba edi. U Peygamber sallallahu alayhi ve sellemni Masruh ismli bir o'g'ilni emitadigan suti bilan emitgan. Uning oldida u Peygamber sallallahu alayhi ve sellemning tog'isi Hamza ibn Abdul Muttallibni emitgan edi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'den keyin Bani Mahsum cemaatidan Abu Salama ibn Abdul Sa'adni emitdi. Bani Sa'ad qabilisida avlodlarining shahar bolalarida ko'riladigan horulluq, tayyor topliq illatlaridan xoli, badini timan, at muskullari ching, kichigidilla arabchaga tili pishiq cho'ng bo'lishi uchun bu vaqtlarga sahrolardan inikana tepib berish arab shahar aholilarining an'anaviy odati edi. Shunga Abdulmuttallib Peygamber sallallohu alayhi ve sellem uchun inikana izledi ve uni Bani Sa'ad qabilasidan bir xotun u Halima bitni Abi Zuaybga emitib berishga berdi. Halimaning eri Haris ibn Abdul Uzza Abu Kabisha degan taxallusi bilan mashhur edi. Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning Bani Sa'ad qabilasidagi emildosh bir tuqqanlaridan Abdullah ibn Haris, Ansiya ibn Haris, Huzafa yoki Juzama ibn Haris ve Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin tağısı Haris ibn Abdulmuttallib'nin oğlu Abu Sufyan ibn Haris qatarlıqlar var. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin tağısı Hamza ibn Abdulmuttallib Bani Sa'ad qabilisida emitishga berilganda Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Halimaning yenidagi vaqtida Hamzaning inik onisi uni
bir kuncha emitib bergan. Shu jihatdan Hamza roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ikki tarafdan, biri Abu Lahabning didiki Suvayba tarafidan, yana biri Bani Saatlik inik onasi tarafidan imildash keladi. Halima payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni imitib berishga olgandan keyin ajoyib g'aroyib barkatlarni ko'rgan. Tuvandikilar uning amaliy ko'rganlaridir. İbn İshaq rahimahullohning aytishicha, Halima munu bayonlarni o'z eg'izi bilan so'zlab bergan. U shu vaqtda emitayotgan bolasini ilib, eri bilan birga shu qabiladan bir qancha xotin bilan höddiga emitadigan bola izlab, o'z yurtlaridan Makkaga qarab yo'lga chiqibdi. U mundaq deydi: Aşı yılı qəhəclik bir yıl bolğan idi. Biz həmimiz nərsimizdən ayrılğan idik. Bizdən birla axmada işigimiz bar bulub, mən aşı işəkə mindim. Bizdən yenə su toşuyduğan bir tögümüz mü bar idi. Amma Allah bilən qəsəm ki, onundan bir timim süt çıxsa kaşki. Quchuğumdagi hiliqi balamның açlıq zarıdan bütün bir kecha көз yummuduq. Nä mening köksümdin, nä tögünün yelinidin bu vaqtning nafsini aram alturğudek bir narsa chiqmaydi. Hammamiz yağmur yağib, yurtimizda ma'murchilik bo'lishini tillaydik. Men hiliqi eshakka minib yo'lga chiqdim. Nimjan eshigimizning ostiligi, hamrohlarimizning tez yo'l yurishiga putukashang bo'lgan chig'i, ular ba'zida g'udirab, ba'zida oldimizda usab ketib, ming jafoda Makkaga yetib kelib, höddiga emitadigan bola izlashga kirishib ketdik. Men bilan billa kelgan ayollarning hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yetim ko'rib, uningdan qachatdi. Sababi hammamiz bolaning ota-onasidan ko'proq xayrixohlik kelishini kutatdik. Shunga biz yetim ekan, tul xotun deganning nimaga qurbi yetadi deydik. Uchuqroq qilib aytganda, yetim bolalar ancha xo'sh yoqmaydi. Mendan boshqa hamrohlarimizning hammasi birdan bu vaqtni ilib berishga birdan bu vaqtni emitib berishga höddiga ilib quchoqlashib mingishdi. Faqat menla qoldim. Qaytish vaqti yaqinlab qoldi. Shunga men erimga billa kelgan xotinlar orasida emitishga bala olmay, quruq qo'l qaytishdan numus qilaman. Azbroyi xudo, shunglashqa men berib ashu yetim balani akilaymikin deyman dedim. U olsang bo'ladi. Allah shu balaning sababi bilan bizga barakat ato qilsa hajab emas dedi. Shuning bilan men berib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni höddiga emitib berishga oldim. Men u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni uningdan boshqa höddiga emitadigan bola topolmaganligim uchun olgan edim. U yana munolarni degan: Men u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ilib, qonalg'uga qaytib kelib quchug'imga elividim, ko'ksimdan sutlar shurqirab eqishqa boshladi. Shuning bilan u emib qondi. Orqadan biz birga elib kelgan hiliqi o'g'limizmi amdi. Andan har ikkilisi uyquga ketdi. Uning oldida aromimizda uxlayolmagan edik. Men bala emiyotgan paytda erim tögiga qarg'ili borgan ishkan, tögünün yelini esilib etilgudek bo'lib ketibdi. Shuning bilan u tögini seg'ib akeldi. Er xotin ikkimiz ichib qandik. Bu biz uchun Makkada eng rohatlik uxlagan bir kecha bo'ldi. Atsi erim menga: "Bilamsan Halima, sen muborak bir buvoqqa ona bo'lib qopsan" dedi. Menmo shundoq bo'lg'iydi ilohim dedim. Andin eshaklarimizga minishib yurtimizga ravon bo'ldik. Men hiliqi oq madamga minib u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tutib o'ltirdim. Allah bilan qasamki, men ularning hammasidan uzab ketdim. Hatto safardosh ayollar: "Ey Halima, uzab ketganingni qara, biznimi o'ylab qo'ysangchu? Mahaldan minib chiqqan eshking shumi emasmi?" deyishatdi. Men "Ha, shu" dedim. Ular "Azbroyi xudo, ajaba uning eshkiga jon kirib qopta" deyishatdi. U mundaq deydi: Biz yurtimiz Bani Saatga qaytib kelgandan boshlab, qo'ylarimiz yayloqdan qursaqlari to'q, yilillari esilgan holda qaytib keladigan bo'ldi. Halbuki bizning zimin qurg'oqchilik va qahatchilik eg'ir bir zimin edi. Boshqalarning qo'yidan emas, hatto to'gisidanmi bir timim sut chiqmayotsa, biz qo'ylarimizni seg'ib ichatdik. Hatto qulum qo'shnilar padichlariga: "Hey sizlarni, qo'ylarni Halimaning qo'ylari o'tlagan yerlarda o'tlatsanglar bo'lmamdi?" deb tapılashqan bo'lsa-mu, keşligi yanıla ularning qo'ylari och,
yililleri qaqash qaytib keletdi. Bizning qo'ylarimiz qursaqlari kerilgan, yililleri isilgan holda qaytib keletdi. Biz toki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 2 yoshga to'shib emjakdan ayrilganga qadar Xudoy taoloning alayida fazli ihsoniga noil bo'lib keldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa bolalarga o'xshamaydigan darajada tez cho'ng bo'lgandek qiladi. Hatto u 2 yoshga to'shmay turibla cho'p-cho'ng bolasiniga kirib qoldi. Şunun bilan biz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni emjakdan ayirib bo'lgandan keyin Makkaga onasining qishiga elib keldik. Vaholanki biz uning barkatlarini davomli ko'rib turgan bo'lg'achqa, uning qishimizda davomli qilishiga to'liq tashna edik. Shunga biz uning onasiga gap qildik va o'zim shaxsan o'g'limizni obdaroq cho'ng qilib bo'lguncha yonimizda qo'ysangiz, men uning Makkaning vabo kesiling tegib qilishidan ansirayman dedim. Oxiri biz uni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qaytirib ilib chiqib ketishga qoyil qildik. Mana mushunda qilib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bani Sa'ad diyorida turib qoldi. Hatto 4 yosh 5 yoshlarga kirib edi, ushtumtut uning ko'krigi yerilish voqeasi yuz berdi. Imom Muslim rahimahulloh Anas raziyallohu anhudan naql qilingan hadisda mundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni bolalar bilan o'ynab o'tadi. Jibril alayhissalom kelib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni tutqancha yiqitdi va ko'krigini yerib, yuragini sirtqa oldi va uningdan kollak laxti qonlarni chiqarib tashlab etdi. Bu sendiki shaytonning nesivisi edi dedi. Andin uni oltin dasqa silib, zamzam suyi bilan yuvgandan keyin o'z joyiga silib himlavetdi. Bunu ko'rgan bolalar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning inik onasining qishiga yugurishib kelib, Muhammadni birsi o'ltiribdi deb churuqlashdi. Ular ushqandek yugurishib kelsa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam allaqachon hushidan ketgan holda rangi-ro'yi samandek sarg'ayib yotadi. Mehribon ana bag'rida. Mushu vaqadan keyin Halima Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni kutilmagan hodisaga uchrab qolsa, uning onasiga yuz kelolmay qolmay deb ansirab uni Makkaga akirib onasiga topshirib berdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 6 yoshga kirganda onasining tarbiyasida bo'ldi. Shu kunlarda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning onasi Amina oxiratga safar qilgan marhum erining ruhi xotirasi uchun uning Yasribdagi tuproq beshini ziyorat qilib kelmoqchi bo'lgan edi. Shunga u yetim o'g'li Muhammad sallallohu alayhi va sallamni va didiki Ummu Aymanni birga elib 500 kilometrdek musofani nishonlab yo'lga chiqdi. Abdulmuttallibmi bu dili sunuq keliniga mahram bo'lib billa chiqdi. Ba'zi kitoblarda rivoyat qilinishicha Abdulmuttallib Makkada qolgan ekan, Aminaga Madinada 1 oy turgandan keyin qaytish tayyorligi qilib turganda ushtumtut og'ir kasal tegdi. U yo'lga chiqqandan keyin kesili borgan sari og'irlab, Makka bilan Madina oralig'idagi Abwa degan yerda jon uzdi. Kuyimchan bova tarbiyasida Abdulmuttallib Aminani Abwaga dafna qilib bo'lgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ilib Makkaga qaytib keldi. Uning ko'nglida qalbi jarohati qayta yangilangan bu musibatlar navrisiga nisbatan hesdashlik va ich og'ritish tuyg'usi hassilab oshmoqda edi. Shunga u o'g'illarining hech qaysisiga ko'rsatmagan illiqlikni mushu navrisiga yetkazatdi va uni peshonasiga putilgan yolg'izlik taqdiriga tashlab etmasdan, balki o'z bolalaridan bekrak azizlaydi. Ibn Hisham rahimahulloh mundaq deydi: Ka'ba soyisiga Abdulmuttallibga atab ko'rpa silinadi. Abdulmuttallib ko'rpaga chiqquncha, uning o'g'illarining hammasi ko'rpaning o'pcho'rsida o'ltirib turadi. Atasiga hurmat bajo keltirish uchun hech kim uning o'rniga qadam bosmaydi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xeli cho'ng bo'lib qolgan bo'lib, u buvisining oldi keyinda o'ynaqshib kelib ko'rpaga chiqadi-da, uning tog'ilari uni atasining ko'rpasidan yiroq qilib etmoqchi bo'ladi. Bu chaqda Abdulmuttallib: "Bu bolamni men bilan o'ltirg'il qo'yinglar. Alloh bilan qasamki, uningda cho'qim bir xislat bor", deydi. Andin
firashqa chiqib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni quchog'iga ilib o'ltirib, üstü başlarini silab, uning sho'xliqlaridan suyunib ketadi va uni suyib hidlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 8 yoshga kirib 2 oy 10 kun to'shividi. Buvisi Abdul Muttallib Mekkada olamdan o'tdi va jon uzish oldida bu navrisiga uning dadisining qon qarindishi Abu Talibning, chunki Abdullah bilan Abu Talibning onasi bir edi, kepil bo'lishni tavsiya qildi. Shafqatli tog'a himoyasida Abu Talib öz qeyrindişinin oğlunun haqqını haqiqiy ravishda ado qildi. Abu Talib uni öz balalarına qo'shib oldi, balki texi uni öz balalarıdımı çarıraq ko'rdi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni alohida hurmatlaydi va qadrlaydi. U 40 yildan ko'proq vaqt payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni azizlab va uningga himoya to'nini yepib, boshqalar bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun do'stlashib va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun adovatlashib keldi. Bu ahvollar o'z navbatida bayon qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan suv tilash. İbn Asakir rahimahullah Cilhem İbni Erfet'den naql qilgan bir hadisda Cilhem İbni Erfet'e mundaq degan: "Men bir növbet Mekke'ge kelgan edim. U vaqtda Mekkelikler intayin qahhatchilik ichida ekan. Bir kuni Qurayshlar: "Ey Abu Talib, vadimizda qurg'oqchilik yuz berib, ahli avlodimiz acharchilikda qoldi. Suv tilab bergan bo'lsang" deyishdi. Şunun bilan Abu Talib goya yağmurdan keyinki quyoşdek nurona xo'sh chiroy bir balani ilib chiqdi. Uning atrofida bir qancha bala birga o'ynayotdi. Abu Talib heliqi o'g'ilni qo'liga ilib, dumbisini Kabe'ga chaplab, qo'lini egiz ko'tarib Allohga iltijo qildi. Kök osmonda bulutning qarisimu ko'rinmaydi. Birdilla oyoq-boyoqlardan parcha-parcha bulutlar paydo bo'lib, yig'ilib qara bulutqa o'zgarib, havo guldirlab, chaqmoq chiqib, yomg'ir yog'ishqa boshladi va birdamning ichidala Makka vodisi eqin bo'lib oqdi. Shahar qishloq hammasi ko'klamga aylandi. Rahib Buhayra Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 12 yoshga kirganda 12 yosh 2 oy 10 kun deguvchilarmi bor. Abu Talib uni Shamga tijoratga billa ilib chiqib, Busra degan joygacha apardi. Busra Shamga tavazzimin bo'lib, Huranning kirish eg'izi edi. Huran shu mezgilda Rumliqlarning ishg'oliyatidagi arab ziminlarining bir qismi edi. Bu shaharda Buhayra nomi bilan mashhur Jirjis ismli bir rohib bor edi. Tijorat karvoni hiliqi shaharga tushgandan keyin rohib karvonning oldiga chiqib kutib oldi. Uningdan ilgari bu rohib tala-tuzlarga ancha chiqib ketmaydi. O payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zlarining kitobidagi tunishtirishlariga silishtirib tunib olgandan keyin uning qo'lini ching siqib turib: "Bu bala butun olamning yetakchisidir. Uni Alloh butun olamga rahmat payg'ambar qilib avatidu" dedi. Abu Talib: "Buni qandoq bilasan?" deb so'ragaydi. Rohib: "Sizlar davondan oshgandan beri birmu tosh tikan qolmay hammasi sajdaga bosh qo'ydi. Bundaq bir martaba faqat payg'ambarga iltifot qilinadi. Uning ustiga men uni qo'lining uxrak ko'mirchigining ostidagi payg'ambarlik muhridan tunib oldim. Bizning kitoblarimizda ana shundoq tunishtirilgan" dedi va Abu Talibdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Shamga aparmaslikni, uningga yahudilardan hezi bo'lishni o'tindi. Şunun bilan Abu Talib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bir chakirini hamroh qilib Makkaga yo'lga silibdi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Xayr xo'sh.